Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Iskandar Said Kamolov kanaliga xush kelibsiz. Sizlarga xo'p bo'lmasa, termotravertin teryapmiz. Manzil Namangan, To'raqo'rg'on tumani. O'zimizda ishlab chiqazamiz. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastga nomer qoldirib qo'yaman, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, terilish jarayonini ko'rsatyapmiz. Xudo xolasa beylar, bitada 4-5 kunda bitganini ham bir chiroyli qilib syomka qilib qo'yaman. Derazalar yo'llariga tegalar o'rnaydi. Hop, bu termotravertinimiz qana bo'ladi desanglar, termotravertinimiz hozir ko'rsataman sizlarga. Ham izolyatsiyali bo'ladi, uyingizda issiq tutadi, orqasida po'kay bo'ladi, 1,5 sm ustidan termotravertin quyilgan. Buni xo'p bo'lmasa 1 kvadratini ustida puli yo'q, hamma yo'q. Biz sizlar to'lka prosta obed qilib bersalar ham bo'ldi. Buni 1 kvadrati 200 so'mdan qilib beramiz, yopishtirib chiroylilar. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Iskandar Said Kamolov kanalida obuna bo'lib qo'ying, keyingi videolarni o'tkazib uchun. Hop. O'ta chiroyli chiqyapti. Hamma şeyda, shakalar.